alaykum. Yaxshimisiz-ku, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Bo'shab qolmadingizmi-ku? Aytdim, maslahatingiz kerak, ish qilmoqchi edim. Boradi-ku. 5 minutdan keyin yo'l bo'yiga chiqib turaymi, olasizmi? Xo'p bo'ladi-ku. Hozir chiqib. O'tkir aka ham keldi. Hozir suhbatini olamiz. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. O'tirib oling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz-ku, charchamayapsizmi? Kameralarni yoqib olib. Ha, bir yo'l olib ketay dedim, yo'llarga gaplashib. Chiqib o'tirib, cheki yoqmaydimi? Ha, bo'laveradi. Dardim bor deyapti. Dardingni syomka qilib aytasan. Ha, YouTube'ga aka ma'lumot yo'q qo'ygan yangi roligim. Yangi video qilamiz deb oldim-da. Motivatorlar ish ketyapti-ku ko'p. Bitta motivatsiya bering sizga boshqacha deb odamlar ham so'rashyapti. Alda chaqirding. Ha, yo'llarga ham gaplashib ketaveramiz. Har bir vaqtdan unumli foydalanib. Xo'p. Namoz o'qib beray. Odamlar yozgan mavzular bor kommentariyada. O'qib beraman bo'lmasa. Bo'pti, o'rnatib. Hozir o'rnatib olay kamera. Assalomu alaykum. G'oliblarni shinavandasi deymizmi endi? Muxlislari g'oliblar chiqqanda xursand bo'lib ketadigan yaqinlarim, yaxshilarim. Omonmisiz, bormisiz? Bu 2-3 kundan beri maslahatingiz kerak. Gaplarim bor desa, xo'p vaqt topaman senga deb. Endi shogird, hamkasb, ukam nimadir dardi bormikin, bir oilaviy munosabatlardami? Yo bironta bir reja qilyaptimi, biror narsa boshladimi, nima muammosi bor, tantasini sevib oldimi deb vaqt topib kelsam, kameralarni yoqib kiribdi nimaga, mashinaga ham. Bir rolik tayyorlaylik deb. Gapni ochig'i shunaqa qilmasa ham vaqt topishga imkoni bo'lmayapti. To'g'risini aytganda, kamerani yoqqanda gap kelmay qolyapti. Bilmayman, toliqishmi bu, charchoqmi, hafsalasizlikmi, hafsalarni pir bo'lib qolishligimi? Kontrol svetofora. Bilmadim. Muhimi nimadir o'zgarishni sezdim o'zimda, sustlash, shu rolik tayyorlashda sustlik holatlarini his qildim. Sababi ozib yozib inson mehnat qilsa-yu, o'sha mehnati bir minusga ketib qolsa, ming kuchli psixolog bo'lsangiz ham ta'sir qilar ekan. Tan olish kerak bu narsani, ta'sir qilar ekan. Ming kuchli inson bo'lsangiz ham bir cho'kib qolasiz ekan. Cho'kib qolish qanaqa? To'xtamaysiz ishlardan. Hafsala degan narsa. Endi YouTube kanalida salkam 400 mingta obunachini yig'ish, yana o'zimiz qo'shmagan holatda o'zlarini qo'shilib ko'payib borishiga salkam 400 mingta odam qilib olish, bu hazil mehnat masalaida. Bitta nomardni shunday kirib noqonuniy o'zlashtirib olish-yu, qaytarib berish uchun 25 ming dollar talab qilishlari, o'sha pulni bermaganimiz uchun o'sha kanaldan quruq qolishimiz, eng qizig'i o'sha kanalga qo'yilgan 400 tadan oshiq videoni yana qaytadan foydalana olmasligimiz, bular baribir ta'sirini berdi o'zini. Tan olish kerak. O'sha odam eshitayotgan bo'lsa, xursand bo'lib qolsin, ta'sir qildi bizga. Qanchadir holatda ta'sir qildi. Yayrab olsin shundan, agar shu o'sha odamga baxt bersa, o'sha odamga shu narsa kayf bersa, kayf qilib olsin, shu qilgan ishi haqiqatan biroz tormozlantirdi. Lekin
o'sha kayfini buzaman, yana boshqatdan kuch topib, yana boshqatdan g'ayrat bilan, undan-da zo'r qilib, undan-da chiroyli qilib bu mavzularni undan-da chuqurroq qilib yetkazib berishga yana qaytadan uyg'ondim, yana qaytadan oyoqqa turamiz, xudo xolasa, qilaman. Uning uchun mana shu yigitni duo qilib qo'ying. Mana bugun yana bir uyg'onishimga sabab bo'lyapti, turtki bo'lyapti, qilaylik deyapti, shu hafsalasi bir bo'lib qolmayapti. Ko'nglimga qarayapti, charchaganimni his qilyapti. Shu baqirib yubormasin deb yurak yutib, aka bitta rolik qilish kerak. Yana akani ham shunchaki aytmaydi, aka deb aytadi. Erkalanib aytadi. Iltimos ohangida aytadi. Buni ham o'zini ishi bor. Buni ham mas'uliyati har hafta bitta rolik sizlarga yetkazib berish. Alloh rozi bo'lsin. Yonimdagi insonlarning hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Ular bilan ta qiyomatgacha yelkama-yelka turishida Alloh nasib qilgani uchun bo'lsin. Nima mavzu qilib beray endi? Hop. Bugun bir insonga men gapirishimga to'g'ri kelib qoldi. Yosh yigit, 17 yosh. Onasini so'kishlaridan zada bo'lgan. Sen tengilar pul topyapti, sen yuraverasan, o'qilaverasan degan gaplarni ko'ziga yosh olib endi xafada yaqinlaridan kuldim, keyin aytdim, men qara, seni kim hayotda tarbiya qiladi, kim seni shakllantiradi? Yaqinlaring, ularda senga berayotgan qattiq qo'lliklari. Tasavvur qil, uyg'onding, hech qanaqa tashvishing yo'q, cho'ntaging to'la pul. Nima qilging kelsa qilishing mumkin. Xohlagan ovqatingni yeyishing mumkin. Hamma seni yaxshi ko'radi, hamma seni suyadi. Shu yoshingda, 17 yoshingda. Qanday qilib bu narsa seni shakllantirishi mumkin? O'shalarni qattiq turishligi, o'shalarni so'kib turishligi, o'shalarni sendan mana shu norozi bo'lishlari seni shakllantiradi aslida. Bitta narsa aytdim o'sha yigitga, aytyapman, qara, pul odamni buzmaydi. Pul uni ichida nima borligini chiqarib beradi. Misol uchun qo'lingda ko'pgina puling bo'lib turib, sen hozir mana ko'pgina puling bor, sen qizlarga, kayf safoga berilib ketishi mumkin yoki o'zingni o'sha pulni ilmga sarflashing mumkin yoki sen o'sha pul bilan ehson qilib, savob ishlar qilishing mumkin. O'sha pulni ko'paytirib, uni katta daromad keltiradigan ishlarga aylantirish mumkin. Xullas bilmayman ichingda nima bor. O'sha pul o'sha ichingdagini tashqariga chiqarib beradi. Musibat ham shunaqa, qiyinchiliklar ham shunaqa. Aslida sen maqsadingdan qaytishing uchun o'sha narsalarni bahona qilyapsan, xolos. Ichingdagini chiqarib beryapsan, xolos. Onam meni ko'p so'kayapti, meni tushunishmayapti yaqinlarim, shunaqa narsalarni gapirib, shu maqsadingdan qaytish xolos fikring. O'qimayman, undan hunar o'rganaman, bitta mashina ustasi bo'lib olganim yaxshi degan gaplaring aslida chidamayotganingni bitta belgisi xolos. Ichingdan o'sha maqsadlardan qaytib olishing uchun haligi chidamagan chiydi deydi-ku, o'sha chiy deganingni yashirish uchun kimdir sabab bo'lishini kutib turibsan, xolos. O'shanga lop aytib onang so'kayotgan paytda onang sabab cho'p qolyapti-da, shunda orqaga qaytyapsan, boshqa hech narsa emas. Kimda hozir shunaqa? Qaytmang, hech qachon qaytmang. Bitta gap aytaman. Kuchsiz bo'lishga rozi bo'lmang. Hech qachon rozi bo'lmang. Kuchsiz bo'lib qolish uchun. Hech qachon rozi bo'lmang. Kambag'al bo'lish uchun. O'rningizdan turing, harakat qiling, intiling. Alloh beradi. Hech kim to'la to'kis bo'lib tug'ilmaydi. To'la to'kis bo'lib tug'ilganlarning oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Siz uni boy xonadonda tug'ilgan farzandlarning kelajak avlodini tomosha qiling, nimalarga erishganini. Endi zo'r darajaga erishganlarni o'tmishini bitta kavlang. Noldan chiqishgan, yo'qdan chiqishgan. Ularni o'sha qiyinchiliklar, xo'rliklar tarbiya qilgan. Nima, men misol uchun bitta narsa aytaman. O'sha yigitga shunaqa tushuntiryapman-da. Men onam uydan haydab chiqarib yuborgan meni bir vaqtlar. 1 yil 8 oy kirgizmagan uyga. Men lekin yuz o'girmaganman, o'zi kirgizmadi, meni haydab yubordi deb o'sha haydab yuborganni sabab qilib
orqaga chekinmaganman, qochib ketmaganman. Qochib ketmaganman. Nima qilganman o'sha haydab yuborgan paytda? Urushmaganman, tortishmaganman, xo'p deganman, bo'ysunganman. Shunchaki hozir sekund. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog' bo'lasiz? Salomatsizmi? Bitta syomka o'g'irlamay chiqardim. Bo'ldi, aka. Bo'ldi. Charchab qolmayapsanmi? Rahmat, aka, o'zingizlar. Andijon parkiga, bog'iga kirdik-da hozir. Juda chiroyli qo'yishdi ikkala mashinani, yonma-yon qilishib. Zo'r qo'ygansan, malades. Boshingizni silab qo'ying. Hech kim qila olmaydi bunaqasini. Xo'p. Onam haydab chiqarib yuborgan 1.8 yil. 500 ming pul bilan qo'yganman. Haydab chiqarib yuborgan. Bir haftada bir marta kelardim. Jugut bilan tuz olmayman xolos. Eng qo'pol so'kishlarni eshitganman. Jigarlarim tarafidan. Opamlar, ayniqsa eng kichkina opamning tili juda yomon edi. Juda uzib olardi. Ichingizga o'yib yuborardi gapirgan gap. Gadayin chiqib yuraverasan deb bitta gap boshlaganda, ilon post tashlaganda mana shu bir qavat teringizni shilib olardi u gaplari. O'sha opamning profiliga kiring, qo'ygan rasmlarni ko'rasiz. Jannatim ukam, suyangan tog'im ukam, ishonganim ukam. Bir dunyo u profilni ko'rgan odam bu ayolning ukasidan boshqa hech kim yo'q deb o'ylaydi. Lekin o'sha opamdan men shunaqa so'kishlar, shunaqa haqoratlar eshitganmanki, bir paytlar ichimda shunaqa g'alayonlar, tug'yon urganki, men uydan chiqib ketishga, yuz ko'rmas bo'lib ketishga yaqinlarim juda ko'p sabab qilib bergan. Lekin men Allohdan o'tinib so'ragan bo'lardimki, o'sha kunlarni meni boshimdan, meni taqdirimdan, hayotimdan, o'tmishimdan o'chirmasligini. Nega? O'sha gaplar meni shakllantirgan. O'sha gaplar meni yanada tirishishga, yanada kuchli bo'lishga, ya'ni ichimdagini chiqarib bergan. Mana meni ichimda kuchli bo'lishga bo'lgan xohishni uyg'otib bergan. Seni o'sha yaqinlaring so'kayotgan paytda, qattiq turayotgan paytda ichingda nima bor? O'sha uyg'onyapti. O'shani uyg'otyapsan. Nima deyapti iching? Shart ketib bor, qorangni ham ko'rishmasin, yuz ko'rmas bo'lib ket. O'ligingni ham ko'rsatma deyaptimi? Nima deyapti ichingdagi? Asha ichingizdagini chiqaryapti-da, ichingizdagini uyg'otyapti. Baraka topgunlar, boy bo'lgunlar. Qarang, bitta narsa meni to'xtatgan. Taqdiri azal. Allohning hukmidir. Uni buzgan kofirdir, do'zaxiydir. Buzgan deyapti. Buza olmaysan demayapti, buzgan deyapti. Endi o'sha opani menga kim bergan? Alloh bergan. O'sha opamdan yuz o'girishlik Allohga nisbatan isyon emasmi? Ey Alloh, menga sen opa berishni, jigar berishni bilmagansan deyishlik emasmi? O'sha onamdan xafa bo'lib gapirmay qo'yish, arazlash, uydan chiqib ketish. Mana bugun bitta o'rtog'im aytayapti, ukam kuydiryapti, 15 kundan beri uyda yo'q. Nega? Ancha qattiq turibdi. Nimaga qattiq turyapti? Orqangdan qazing oqib kelyapti. Tagingda mashina, o'zingni ustingda ishlab, pul top, harakat qil deyapti-da, yoqmayapti-da bu. O'sha bolaga yoqmayapti. Nech pul topding? Tashla mana uyga olib kir, topgan puling. Bugun nech pul topding deb so'rayapti-da. O'sha so'rashligi yoqmasdan bir qadrini bildirib qo'yishdan 15 kundan beri yo'qda. Mana o'sha galvars. Tushunyapsizmi? O'sha isyonda, o'sha g'alayonda o'sha yaqiningizni Alloh bergan u, demak Alloh adashgan ekanda, shu yaqiningizni sizga bergani. Mana motivatsiya. Odam har bitta holatdan energiya, har bitta holatdan motivatsiya olsa bo'ladi. Demak, o'sha yaqinlaringizni Alloh adashibdi-da. Men aytyapman-da, Alloh mana shu onani nima uchun menga ona bo'lishini xohlagan? Onam nihoyatda qattiq qo'l bo'lgan. 1.8 oy meni ostonadan kirgizmagan uyga. Bir haftada bir kelganim bilan, ayajon men keldim, prov taqib kelaman, cho'ntagimdan sidirib hamma pulni qo'yaman. 500 mingmi, 1 millionmi, qancha pulim bo'lsa hammasini qo'yaman. Men keldim. Tariqol chiqib ketdi. Seni ko'rsam yuragim og'riyapti.
Xo'p bo'ladi ayjon, yuragingiz og'rimasin, mana ketdim, chiqib ketaman. Darvozani ochmagan kunlar bo'lgan. Lekin bilasizmi, o'sha ona men uchun jannat kalitida, tushunyapsizmi? Jannatni kalitida men xo'p bo'ladi deganman, chiqib ketganman. Men o'jar bo'lganman, qaysar bo'lganman, muttaham bo'lganman. Aytganimni qilganman baribir, lekin urushmaganman-da, men tortishmaganman-da, gap qaytarmaganman-da, xo'p deb turib qilganman. Men shunchaki voqealarda rivojini ko'rganman. 2 rakat namoz o'qib Allohdan so'raganman. Ey Alloh, mana bu ishni qilyapman, lekin onam norozi. Norozimi, qaysarmi anglamayapman. To'g'ri yo'lda bo'lsam bir ishora ber. Meni Allohim shunaqaki 3 kunlab kutmaganman ishorani. 2 soat ichida bitta ishora bergan. Ko'nglim xotirjam bo'lib to'g'ri yo'ldaman deb harakatimni qilaverganman. Vaqt soati yetib har bitta yaqinim meni yaxshi ko'rishiga, ularning muhabbatiga, ularning hurmatiga sazovor bo'ldim. Shu narsa. Mana motivatsiya, mana energiya. Yana nima kerak? Yana rosa o'ylab ko'ring. Boshqa nima qilish mumkin? Yana nima deyishim mumkin? Yuz o'gir deyman. Bir qadringga bildirib qo'y. Gaplashma oylab deyishim kerakmi o'sha bolaga? Ular seni tushunmayapti deb gaz berishim kerakmi? Baraka topgur. Meni tushunmayapti degan paytda siz haqsiz, ular tushunmayapti, lekin 3 ta barmoq sizni ko'rsatyapti. Tushuntira olmayapman degan fikrni oldingizga qo'ying. Tushuntira olmayapman degan aybni o'zingizga qo'ying. Agar haqiqatdan tushuntira olmayotgan bo'lsangiz, bir oz sukut qiling. Qanchadir muddat natija ko'rsatguncha chizga qo'ying. O'sha paytda ularga nisbatan qalbingizda og'riq kirib qolmasin. O'sha paytda ularga nisbatan ichingizda nafrat uyg'onib qolmasin, yomon ko'rish uyg'onib qolmasin. Yaxshilarim, yaqinlarim, bir gap aytaman. Yaqinlaringizni sizga Alloh tanlagan. Alloh tanlagan ne'matdan yuz o'girmang. Sizga jigar bo'lgan aka, uka, opa, singil, ota, ona, turmush o'rtoq, farzandlar bular Alloh tarafidan berilgan ne'mat hisoblanadi. Bunday ne'matdan yuz o'girishlik Allohga nisbatan isyon bo'ladi. Ularni sintez qilish, analiz qilish Allohga nisbatan isyon bo'ladi. Men aytyapman shuni. Bir isyonkor banda sifatida aytyapman. Men ham o'tish paytida, bo'ydoqlik paytimda ularni sintez qilganman, ularni analiz qilganman. O'rtoqlarimni dadasi bilan dadamni solishtirganman. O'rtoqlarimni onasi bilan onamni solishtirganman. Ularda ko'rayotgan ijobiy xarakterlarni o'z ota-onamdan, yaqinlarimdan qidirib topolmasdan ichimda ularga nisbatan g'ashlik, ularga nisbatan to'siqlar tushgan. Menda ham bo'lgan bu narsalar. Lekin hammasi o'tib ketdi. Bir gap aytaman. Meni dadam eng yaxshi dada. Meni onam eng yaxshi ona. Meni jigarlarim, meni akam eng yaxshi aka, meni opalarim eng yaxshi opa ekanligini tushungan kunim Alloh menga barokat berdi, Alloh menga fayz berdi, halovat berdi, sokinlik berdi. Eng katta yutuq, eng katta motivatsiya yaqinlaringiz bilan til topishish, ular bilan aqlan emas, qalban yaqin bo'lishlik. Kim tan olar ekan? Aqlan farzandlik qilyapti hozir, aqlan otalik, aqlan onalik qilyapti. Qalban ancha yiroqlashib qolgan yaqinlar bilan, farzandlaringiz bilan dildan suhbatlashing. Bugun bir savol bering, o'g'lim, sen xohlagan ota bo'la olyapmanmi deb savol bering. O'g'lingizning ko'zlari aytadi haqiqatni, tiliga ishonmang. Qizingiz bilan o'tirib gaplashib ko'ring. Bugun bir topshiriq bersam qilib ko'rasizmi? Har bir yaqiningiz hayotingizda 2 tadan. Misol bittasi real, ya'ni aniq bor bo'lsa, bittasi fantaziya, timsolingizda. Xuddi 3D formatiga o'xshab, xayolotingizda yana bitta olam yaratib olgansiz. O'sha olamingizda o'zingizning onangiz bor, otangiz bor, akangiz bor, ukangiz bor, opangiz bor, singingiz bor, hatto jufti halolingiz bor o'sha olamda. Ya'ni qanday tushuntiraman uni? Misol uchun ayolingiz kimsanoy bo'lsa, hayotingizda bitta kimsanoy va xayolingizda
bitta kimsanoy bor. Siz hayotingizdagi kimsanoydan, hayolingizdagi kimsanoydagi o'zingiz yaratib olgan hayolingizdagi kimsanoydagi belgilarni, undagi muomalani, munosabatni qidiraverasiz. Lekin hayotingizdagi kimsanoy sizni hayolotingizni o'qiy olmaydi. Uni bilmaydi hayolingizda qanaqa juftingiz borligini. U o'zi bilganicha ayol bo'lishga, o'zi bilganicha er bo'lishga urinaveradi. Bir paytlar onamni ismi Matliboxon bo'lsa, menda ham ikkita Matliboxon bo'lgan. Bittasi hayotimda, bittasi hayolimda. Hayolimdagi Matliboxon juda ajoyib ona edi. Voy, nima gap gapirsam, mana shunaqangi berilib eshitardi. Voy, bolajonim qilur, omadingni bersin. Voy, zap ish topsin derdi. Hayotimdagi chimirilaverardi, eshitmasdi, gapimni kesib yuborardi, so'kardi. Balo bormi derdi. Birorta ish qilishimga yo'l qo'ymasdi. Men hayotimdagi onamdan hayolimdagi onamni qidirardim. Keling, bugun bir yozib ko'ring. Farzandlaringiz bilan shunday bir o'yin o'ynab ko'ring. Hamma o'zini hayotidagi yaqinini yozib chiqsin. Faqat bu zo'r natija berishligi uchun zo'r natija borini yozing. Oshirmang ham, yashirmang ham. Hayotingizdagi o'g'lingiz qanaqa? Deylik, misol uchun o'g'lingiz ismi Hamidjon bo'lsa, Hamidjon o'g'lingiz qanaqa hayotingizda? Borini yozing va hayolingizdagi Hamidjon o'g'lingizni yozib chiqing. Va keyin o'g'lingizga ayting, sen ham hayotingdagi otang bilan hayolingdagi onangni, otangni bitta yozib ber, hayotingdagi onang bilan hayolingdagi onangni bitta farqini yozib ber, tanishasiz. Shunaqa qalb tutashadi. Shunaqa bir-biringizga yaqinlikni his qilasiz. Bir-biringizni ichingizdagi o'zingizni tanib olasiz va nima kutayotganingizni bilasiz. Bitta savol beraman. Biror marta aytganmisiz, dadajon, siz xohlagan farzand bo'la olyapmanmi deb biror marta so'raganmisiz? Men hayotimdagi Fazliddinni, hayolimdagi Fazliddinni bir-biriga solishtiraveribman, lekin Fazliddinni ko'zi bilan biror marta o'zimga qaramabman. Ularda hayotida ham bitta o'tkir, hayollarida ham bitta o'tkiri bo'lgan ekan. Ular ham men tug'ilishim bilan shunday qo'liga olib, hali bu shunaqa bir yigit bo'lsinki deb fantaziyasidagi farzandini yaratib olishgan ekan o'zlarini virtual olamida. Lekin hayotida men qanaqa o'g'il bo'lganman, ular qanaqa o'g'illari bilan hayolan suhbatlashib, o'zlariga taskin berib yashashgan ekan. Necha yillar davomida men mana shu mavzuni o'qib, o'rganib, dada, siz xohlagan farzand bo'lordimmi degan soatim, soniyamgacha ularni hayotida ikkita o'tkir bo'lgan. Meni hayotimda ikkita ota bo'lgan. Bittasi hayotimda, bittasi hayolimda. Tushuntiryapmanmi? Qarang, eng zo'r motivatsiya bu yaqinlaringiz. Alloh shunday bir energiya beradigan, quvvat beradigan, motivatsiya beradigan sizlarga eng zo'r insonlarni hayotingizga bog'lab qo'ygan. Ishoning, menga emas, yaqinlaringizga emas, Allohga ishoning. U hech qachon adashmaydi. Hamma narsa Allohdan deb iymon keltirganmiz. Biz kimga va nimaga loyiq bo'lsak, mana shunday narsalarning barchasini Alloh bizga bergan. Nimaga loyiq bo'lsak, shuni olyapmiz. Nimaga, qanday loyiq, fikran, qalban, ruhan, jisman nimaga loyiq bo'lsak, barchasi bizda bor. Alloh hech qachon bizni nazardan chetda qoldirmagan. Bir paytlar nimaga loyiq edim? O'shalarni berdi. Noloyiq bo'ldim, oldi va nimaga loyiq bo'lsam, yana o'sha loyig'ini menga berdi. Allohdan minnatdorman. Alhamdulillah, bergan umriga, bergan soatiga, har bitta yaqiniga, har bitta ne'matiga shukr aytaman. Kecha sinfdoshlar bilan ko'rishdik. 25 yil bo'ldi bitirganimizga. Shunaqa sog'inibmiz bir-birimizni. Gapimiz tugamadi. Men bir gap aytdim. Balki sinfdoshlarim ko'rayotgandir. Men ularga ham aytdim buni. Gruppada yozdim shu narsani. Sinfdoshlar bu Alloh bergan ne'mat. Inson hech qachon sinfdoshlarini o'zi hal qila olmaydi, o'zi tanlay olmaydi. Taqdirga bitgan bandalarni sinfdosh qiladi. Sinfdoshlarimiz ichida har xillari bor. 5 qo'l barobar emas. Tushunyapsizmi? Yayraydiganlari bor. Lekin hech qachon ularni sintez qilmang, ularni hech qachon analiz qilmang. Boricha ko'ring, boricha mazza qiling. Eng yaxshi ne'mat bu
Alloh bergan ne'matlar. Mana shularni bir qator ko'z oldingizdan o'tkazib chiqing. Qanday ne'matlarni sizga bergan Alloh. Har bittasini tanib oling. Sinfdoshlaringiz, amakingiz, tog'angiz, xola, amma, jigarlaringiz bular hammasi Allohning ne'mati. Ularga shukr ayting. Ularni borligiga, ularni ko'zlariga termuling. Tasavvur qiling. Dadangizning ko'zlariga bir termuling. Hayolida siz qanaqa farzandsiz u? Hayotida qanaqa farzandsiz? Sizga qaysi gaplarni gapirishga chog'lanadi-yu, sizga tikilib turib, baribir foydasi yo'q deb ichiga yutadi. Agar shunaqa farzand bo'lsangiz, tasavvur qiling. Doim duo qilamiz. Alloh sendan rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Agar shunday farzand bo'layotgan bo'lsangiz, endi aytingchi, Alloh sizdan rozi bo'larmikin? U bergan otani qanaqa his-tuyg'ularda, u bergan onani yaqinlaringizda qanaqa his-tuyg'ularda yashashiga yo'l qo'yapsiz? Bugun bir shu savollarga javob bering. Hammangizni yaxshi ko'raman. O'sha yigit ham fikri o'zgardi, qat'iyati oshdi. Bu suhbatni eshitib yaqinlariga bo'lgan xafalik tumandek tarqadi. Rostdan aytaman. Yaqinlarimdan juda ko'p so'kishlar eshitganman. Hatto uni aytib bo'lmaydigan darajada so'kishlar eshitganman. Hammasidan xursandman, hammasidan minnatdorman. Ular meni tarbiyalash uchun, meni chiniqtirish uchun Alloh tarafdan berilgan. Ular mana shu so'zlarni aytishi kerak edi. Ssenariyda, ya'ni taqdirda o'sha gaplarni eshitishim, o'sha kaltaklarni yeyishim bor edi. Va Alloh bilguvchi, bularning hammasi meni foydamga ishlagan. Meni chiniqtirish, meni kuchli inson bo'lishimni, muammolarga kirib bo'lganda sinmasligimni o'rgatgan. Rosa o'ylab ko'ring. Baxtdan intikib yashayapsiz. Hamma narsa muhayyo. Nima sizni shakllantiradi? Hech qachon insonda baxt, mehr, muhabbat shakllantirmaydi. Qiyinchiliklar shakllantiradi. Mehr, muhabbat, baxt bu insonni oldinga yurishiga va mana shunday kunlarga intilishiga bir mayoq sifatida, belgi sifatida o'ziga chorlaydi. Atrofimdagilarning mehrini his qilganman, lekin u mehr haligi qiyinchiliklar, qiyin kunlardan haligi so'kishlarni esdan chiqarish uchun kerak bo'lgan. Faqat mehrni o'zi yetmaydi, faqat muhabbatni o'zi yetmaydi insonning shakllanishi uchun. Qiyinchiliklar albatta bo'lishi kerak. Albatta. Bir aytgandim, kimdir esida bo'lsa. Bir toshdan qilingan haykal bor ekan. Haykaltarosh shu darajada ishlaganki, bor mahoratini ishga solganki, o'sha haykalni mimikasigacha o'xshatib qo'ygan. O'sha haykalni atrofi doim gavjum, hamma rasmga tushgan, changlarni aytgan, doim atrof pokiza. Xullas, e'tiborda, hurmatda. O'sha toshdan qilingan haykalning ro'parasida katta bir tosh bor ekan. O'sha tosh g'ayrilik bilan qarar ekan haykal toshga. Ichidan kuyar ekan. Ichidan baxillik bilan yonar ekan. Hurmatiga, uni ko'rayotgan e'tiboriga, e'zoziga chidamar ekan, ichi kuyar ekan. Bir kun yarim tunda tilga kiribdi. Yarim tunda tilga kiribdi. Haykal tosh. Labbay. Senga savolim bor. Qanday savol? Nimaga seni hamma hurmat qiladi? Axir sen ham toshsan-ku, to'g'rimi? Ha, toshman. Men ham toshman, to'g'rimi? Ha, sen ham toshsan. Nimaga ikki xil munosabat? Seni hamma hurmat qiladi, e'zoz dedi, seni yaxshi ko'rishadi. Sen bilan hatto rasmlarga tushishadi. Hatto seni atrofingga gullar qo'yishadi, changlaringni artishadi. Senga uzoq termilishadi. Chiroyingdan, seni holatingdan mahliyo bo'lishadi. Lekin menga bo'shagan baklashkasini otishadi, orqamga o'tib nimadir ish qilib ketishadi. Nega bunaqa munosabat? Nega ikki xil muomala? Ikkimiz ham toshmiz-ku axir. Sen haykal tosh aytgan ekan. Maylimi men ham savol bersam. Nima savol? Tosh bo'lib yaralganingdan beri
biror marta birorta joytingni sindirib, o'pirib olishganmi? Yo'q. Haykaltaroshda bolg'asini zarbini tanangda his qilib ko'rganmisan? Yo'q. Oy ahmoq, men bu darajada hurmat, e'zoz, mehr, muhabbatga erishguncha bilasanmi, nech mingta emas, nech million marta haykaltaroshda zarbasini tanamda his qildim, keyin erishdim. O'sha zarbalarga chidab berganligim uchun, sinib ketmaganligim uchun erishdim degan ekan. Siz bilan meni haykaltaroshimiz Alloh. U bizni chiniqtiradi, u bizni shakllantiradi, sayqallaydi, bolg'asi bilan, boltasi bilan, egovi bilan, ya'ni har xil muammolar bilan, baxtsizlik, yo'qchilik, kasallik deb nomlangan muammolar bilan bizni shakllantiradi. U muammolar yotib olib siqilish, nolish uchun emas, yanada harakat qilish uchun, yanada intilish uchun beriladi Alloh tarafidan. O'tinib so'rayman. Tirikmisiz? Harakat qiling. Qanday demang, qo'lingizni duoga oching, Allohdan so'rang, Alloh dilimga sol, nima qilay deng. Chiqing, uni kulbangizdan tashqariga chiqing, uni kasal bo'lib yotgan joyingizni yig'ishtiring, joyingizni o'zgartiring, o'rningizdan turing, embaklab bo'lsa ham yuring, dumalab bo'lsa ham yuring, yengilmang, kuchsiz bo'lishga, kasal bo'lishga, yo'qchilikka yengilmang, eng zo'ri bo'laman deng. Mana men ham ertak qilib aytib beryapman hayotimni. Men ham nogironlikdan chiqqanman. 3 marta jonimga qasd qilganman, bo'ynim to'la qarz bo'lgan. 8 yilmikin oldin va qo'shnimi Nexia birini 580 ming so'mdan ijaraga minib yurgan odam edim men ham. Tushunyapsizmi? O'zingizni tanimaginizcha, o'zingizga tashqaridan qaramaginizcha, o'zingizni aybdor qilmaginizcha, o'zingizni kechagi kundan 1% bo'lsa ham bugun o'zgartirmaguncha, 1% nima degan narsa? Kecha kitob o'qimagansiz, bugun 1 varoq o'qing. Mana 1% o'sdingiz, ertaga 2 varoq o'qing, indinga yana o'qing, kundan kunga o'sasiz. Sahar turing, zalga borishga, trenirovka qilishga pulingiz bo'lmasa, nimadir olib ichishga, nimadir yeyishga pulingiz bo'lmasa, shart emas, zalga bormang, bitta ustunni ushlab olib o'tirib turavering. Molni arg'amsini olib bo'lsa ham sakrang, baraka topkur, uyingizda 2 metr arqon bordir. Uyingizda bunday asfalt yo'lak bordir, ko'changizda bir yo'lni chekkasidan yurishning imkoni bordir, mahallangizda bitta stadion bordir, chekkasida bo'lsa ham aylaning. Velosiped minishingiz shart emas, suyanib olib bo'lsa ham yuring. Hassaga emas, velosipedga suyanib yuring. Qachon shu velosipedni minaman-ekan degan o'yda, intilishda maqsad bilan yuring. Tushunyapsizmi? Chiqing, Madikar bozoriga bo'lsa ham chiqing, ish yo'q deb o'tiravermang, ish to'lib yotibdi. Ish yo'q demang, bor deng, ko'payadi. Yo'q desangiz yo'qolib ketadi. Bor deng, baraka topgur, bor. Ish yo'q deyotgan paytda siz 3 ta barmoqqa qarang, atrofingizga qarang-da, qo'liga tegmayotgan odamlar bor-u. Tushunyapsizmi? Tupuring, siyosatga tupuring, nalogga tupuring, u o'zgartira olmaysiz. Uni nolib siyosatni, onavi nalogda, soliqda boshqani kavlab, javrab umringiz o'tib ketadi. Bizdan oldingilar ham umri o'tib ketgan, soliqni to'lasha olmagan. Bizdan oldingilar ham siyosatni to'lolmagan. Bir asr orqaga qayting. O'shanda ham soqol haqida mavzu bor edi. O'shanda ham onavi nalog haqida mavzu bor edi. Bu mavzu tugamaydi. Ularga e'tiborni qaratmang. Bu yoqqa qarating. O'zingizni shakllantirish uchun jonlaning. Ozgina harakat qiling, baraka toping. Tirikmisiz? Iloji yo'q. Harakat qilishingiz kerak. Bo'lmasa o'ling. Eplolmaysiz. Urining, tushunyapsizmi? Urining. Endi men siz uyingizga borib qilib bera olmayman-ku siz uchun. Bitta narsani tushuning, men o'zgartira olmayman sizni hayotingizni. Oynaga qarang, o'sha oynada ko'ringandan boshqa hech kim sizni hayotingizni o'zgartirib bera olmaydi. Imkoni yo'q, qo'lidan kelmaydi. Yana qanaqa motivatsiya berishim mumkin? Hikoyalar bor-da. Bu hikoyalardachi achchiq haqiqat bor. Hayotingizga, o'tmishingizga bitta nazar tashlang. O'sha hayotni boshqatdan boshlash imkoni bo'lganda, qaysi yo'ldan yurgan bo'lardingiz?
qaysi qilgan ishlaringizni qilmagan bo'lardingiz? Xo'p, keling, bugundan o'sha hayotni boshqatdan boshlang. Hozir ichingizdan o'tdi-ku, nimalar qilmaslik kerak edi. O'shlarni bugundan qilmaslikni boshlang. Shu kungacha qo'lingizdan kelganini qildingiz bilaman. Bugundan boshlab qo'lingizdan kelmaganini qiling. Ishoning, qo'lingizdan kelganini qilsangiz, hayotingizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Eski hammom, eski tos, mana shu holatda qolib ketasiz. Qo'lingizdan kelmaganini qiling. Men faqat yaxshilik xohlayman sizlarga. Lekin bu faqat yaxshilik xohlashim o'zi yetmaydi. Quruq qoshiq og'iz yirtadi. Lekin ishoning, hammani ham baxtli qilish imkoni yo'q. Qo'lingizga haligi yoshga erkalar o'ynaydigan narda o'yini bor. Shuni kubigini oling. 5 deb qo'yishadi. Yana bir narsalar deb qo'yishadi. Men unga ishim tushmaganicha jar nomini bilib olaman. Kubikda 1 dan 6 gacha raqam bor. O'sha 1 dan 6 gacha raqamni bittasini tanlang. 10 marta oting. Bitta aniq tushadi. Yozilmagan qonun qoida. 10 dan 1 ishlaydi. Mana shu rolikni 1000 ta odam ko'radi. Misol uchun, 1000 ta odam harakat qiladi, lekin 10% erishadi. 10% nima dedi? O'tkir haqiqatdan haq ekan dedi. 90% ichidagini chiqaradi. Boshiga qiyinchiliklar tushganda haligi bahonalarini topishni boshlaydi. Tushuning, hammani baxtli qilish imkoni yo'q. Hammani badavlat qilish imkoni yo'q. Hammani sog'lom qilish imkoni yo'q. Hamma bir xil inson, hammada yurak bir xil, ichak bir xil, oshqozon bir xil, lekin hammani miyasi har xil, nastroy har xil, fikrlash har xil. Alloh taoloning bir kalomi bor. Bandalarim men haqimda qanday o'ylasa men shuman. Bekorga bu kalomda aytmadi. 100 ta odam Alloh deganda 100 xil Allohga murojaat qiladi. Aslida Alloh bitta. Bahodir Naqshbandiyda tasavvuf kitobida buni shunday tushuntirdi. Har bir inson Allohga murojaat qilayotgan vaqtda o'zi tanigan Allohga murojaat qiladi. Meni Allohim so'raganimni beradi. Siznikichi. Bir marta tavba qilsam, tavba qilishim bilan o'chirib oladi. Siznikichi. Tushunyapsizmi? Baraka topkur. Tushuntirishga urinyapman. Dehqoncha, sodda gapirishga urinyapman. Gumon bilan qaramang Allohga. U zotning marhamati o'ta cheksiz. Sidqi dildan so'rang. Kimdan nima so'radingiz? Kimdan necha yil nima umidvor bo'ldingiz? Rosa o'ylab ko'ring. Anavi kanalimizni vizlon qilib o'zlashtirib olgan odam 1 oy kutdi. $25,000 berishim. Men o'sha odamga achindim, o'sha odamdan ozorlandim. Men aytdimki, o'sha odamga hayolan aytdim-da. Baraka topkur. 1 oy o'tkirdan 25,000 so'raguncha 1 oy Allohdan joy namoz ustida so'ramaysan $25,000. Undan ziyodasini so'ramaysanmi? Axir Alloh jannatni xohlab turibdi-ku senga, jannatni bergisi kelib turibdi-ku. Nahotki $25,000 bermasa, ya shunchalik ham g'ofil, shunchalik ham qalbi ko'r, shunchalik ham bir notavon bo'lamizmi? Qarang, 1 oy o'tkirdan $25,000 kutdi. 1 oy. Sababi borda kuchiga. Mana shuncha yillik mehnatdan yuz o'gira olmaydi debdi kutyapti. Baraka topkur. Sen Allohning necha yillik mehnatsan. U ham sendan yuz o'girmaydi. So'ra, baraka topkur, so'ra. Sen tanlangansan, Alloh tarafidan tanlangansan. Erkakdan ayolga millionlab urug' tushadi. Aynan seni urug'ingni Alloh tanlagan. Nima uchun senga bermasligi kerak? Gumonda bo'lma Allohga. So'ra, astoydil so'ra, baraka topkur. O'zingni ustingda ishla. Kechagi kun bilan bugungi kuningni farqini qilib ber. O'sha farqli kuning kechagi kundan boshqacharoq bo'ladi. Kechagi kun bermagan rizqini bugun Alloh qo'shib beradi. Bugungi kunda barakatiga, bugungi kunda harakatiga albatta beradi Alloh. Bir odam o'sha yoshini yashab
o'lim sharobini ichadigan vaqt yetib kelibdi. Azroil tashrif buyuribdi, joningni olgani keldim. Nihoyat keldingmi? Ha, ajalim yetdimi? Ha, yetdi. Bitta narsa so'rasam maylimi? So'ra. Bir narsani tushunmadim, hech tushunmadim. Meni yaratilishimdan Allohning maqsadi nima edi? Meni tug'ilishimdan nima xohlagandi? Shu savolimga javob. Sen aytgan ekan. Bilasanmi, sen ancha bezora sho'x bola bo'lgansan. Ha, bilaman. 7-sinfda bir yigitni oyog'im tagiga o'tib ketayotganda paqirni surib yuborgansan. U yigit paqirga turtirib yiqilgan, parta singan, paqirda suv to'kilgan, paqir qiyshaygan. Xullas shu voqea sabab bo'lib o'sha yigit o'sha maktabdan haydalgan. Ha, xo'p. Buni nima daxli bor? Ey, eshit, shoshma. O'sha yigit o'sha maktabdan haydalgan va nufuzliroq bir maktabga o'qishga kirgan. O'sha maktabda o'z ustida qattiq ishlagan. Uni ustozlari yoqtirib qo'ygan. Va o'z ustida ishlashi uchun unga ko'p ustozlar yordam berishgan. O'sha inson o'sha maktabni bitirgan, yuqori darajadagi o'qishlarda o'qigan. Ha, xo'p, uni menga nima daxli bor? Ha, eshit. O'sha inson olim bo'lgan. O'sha inson Alloh yaratgan olamga juda katta hissalarini qo'shgan. Allohni rozi qiladigan bandalari qatorida bo'lgan. Ha, xo'p, menga nima daxli bor? Eshit, axir. Sen o'sha inson taqdiri o'zgarishligi uchun, o'sha paqirni tepib yorishlik uchun yaralgansan. Degan ekan. Savol, siz nimaga yaralgansiz? Alloh sizni nimaga yaratdi? Kimdir g'iybatini qilib, g'ashiga tegib, o'sha inson sizdan, o'sha gaplaringizdan ta'sirlanib, kuch olib, o'sib ketishligi uchunmi? Yoki Alloh yaratgan bu olamga nimadir hissa qo'shishligi uchunmi? O'zingizga tashqaridan bir qarang. Qalbingiz nimalarga to'la? Shaytonga xos xislatlargami, Allohga xos xislatlargami? Kechiruvchanlik, muhabbat, sevish, yaratish, shunga xos xislatlar bilan to'lami qalbingiz? Yoki kechira olmaslik, kuykanaklik, ko'ra olmaslik, gina saqlash, xafa bo'lish, nolish, shunga o'xshagan xislatlar bilan limmo-limmi? Qaysi biri qalbingizni to'ldirgan? Alloh bergan qalbingizni poklang. Kitob o'qing, yaqinlaringiz bilan suhbatlashing. Siz uchun eng keraksiz va eng mayda deb o'ylagan ishlardan boshlang. Murakkablik doim soddalikdan boshlanadi. Sodda bo'ling. Eng yoqimli narsalar siz e'tibor bermayotgan narsalardir. Eng kuchli barakalar siz xayolingizga keltirmagan holatlarda. Onangizni rozi qilishlik jannat kaliti. Dadangizni xursand qilishlik biznesda barokat degani. Kim ishidan yaxshi baraka topa olmayotgan bo'lsa, ikkita sabab qidirsin. Yo o'sha ishni yurgizgani tajribasi yetmayapti. Tajribasi zo'r-ku, baraka bo'lmayotgan bo'lsa, nimadir sabab bo'lib ish yurmayotgan bo'lsa, unda dadasi bilan munosabatlarni bir ko'rib chiqsin. O'sha holatdan kelib chiqyapti. O'sha holatlar sabab bo'lyapti. Kim jamiyatda o'z o'rnini, hurmatini topa olmayotgan bo'lsa, onasi bilan munosabatlarni bir tahlil qilib chiqsin. Qachon dildan suhbatlashdi? Qachon yayrab gaplashdi? Shularni bir ko'rib chiqsin. Ana shular sabablarni ko'rsatib beradi. Boringlarga shukr, hammalarni yaxshi ko'raman. Bu suhbat sizlar uchun manfaatli bo'lsa, boshim ko'kka yetguncha xursand bo'laman. Hammalarni xonadonlardan fayz, baraka, qalbinglardan eng buyuk ne'mat, halovat hech qachon uzilmasin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishlik, sizlarning yutuqli kunlaringizga guvoh bo'lishlikni Alloh bizga ham nasib qilsin. Omadinglarni bersin. Boringlarga shukr.